döşmünü kürüp kalıp padişah'a eğitip koyuptu. Padişah tekşürüp baksa hakikaten bu rast iken. Padişah Lokman Hekimni aldığı çağırdı. Ben sana nemi dep ömür kılgan edim. Sen meni közüңge eğilmey kızыңga könek. Anlatayım oyununu söyle. Assalamualaikum küçük dostlar. Anlatım Televizyon Ballar kanalına hoş geldinler. Görüp kanallar bilim bulakın programımız. Ben sizlerle umaq riyasetçi dostumlar Mubina Ömer. Bilim bulakın programımızda kandak kızgarlıq məzmunlar sizlerine kitip turvatkan duha. Cihan eynikimizge merhamet. Oynaydıgan balla mı? Əzalı konkusu beşinə tuqqama. Assalamualaikum dostlar, ben sizlerge Uqtoqmaqni Aqoyti degan kitapdan Lokman Hakim degan hikoyani o'qib beray. Lokman Hakim bir kuni padişah Lokman Hakimni chaqirib aytishlariga qaraganda sen bek dono, qo'lingdan ish keladigan odam ekansan. Shundoq bir narsa yasaganki uni hech qanday odam yasayolmaydi debdi. Lokman Hakim bek ko'p o'ylabdi. Izlab yurib pila qurti tuxumni tepibdi. Parvarish qilib pila yetishtiribdi. Pila chiqargan piypakdan atlas to'qib bir chapan tikib padishahga taqdim qildi. Padişah chapan elib xushalligida sening bu raqting rostdan yaxshi ekan. Bunda chapan menday po'shaq uchun munosib. Amdi sen berib bu seni hech kimga aytmay bana yana mushu pasonda chapan tikib elib keliver. Eğer başka biri senin bu işini bilip gelip ana şundaq kiyim-kechak kiysa canını alman debdi. Lokman Hakimning padişah uchun tikkan chapandan atroq shoyi eshib qolgan ekan. Uni xotini qizga ko'ylak tikib beribdi. Buni Lokman Hakimning bir dushmani ko'rib qolib padishahga aytib qo'yibdi. Padishah tekshirib baksa hakikaten bu rast iken. Padişah Lokman Hakimni aldığı çağırdı. Ben sana nemi dep ömür kılgan edim. Sen meni közüңge eğilmey kızыңga könek tikip berip hem meni bu sırdan haberdar kıldın. Bu iş üçün seni öldürmeymen. Ama kızım bilen bile zindanı taşlap meni ağzını şundak için etip taşlayman ki o yerde sesip gitsen debdi. Lokman Hakim debdi. Eğer meni zindanga taşımakçı bolsalar 2 tömür karvat tayyorlashni buyursalar, karvatlarni zindan ichiga elib kirib ularning har birining yeniga bir tog'ordan badam qo'ysin. Padişah mayli 2 karvat bo'lsa sadaqasi ketsin deb Lokman Hakimning iltimosini qabul qildi. Uni qizi bilan birga zindonga tashlab, zindonning og'zini chin etib tashlabdi. Bu voqea Aflatonga anglanib qoldi. U Lokman Hakimning shogirdi ekan. U qo'rqqandan o'ziga o'zi padişah meni Lokman Hakimning shogirdi deb zindonga tashlamsin deb bir tog' orasiga yoshirinibdi va atrofini tilsimlab tashlabdi. Aradan bir necha yil o'tib u padişah o'libdi. Ona boshqa bir padişah bo'pti. Yangi padişah bir kuni go'sht yeb o'tirganda bir so'ngak padişah gelida turib qoldi. Nurg'un tibib doktorlarni elib kelishibdi. Amal qilolmay hammasi padişahning bu dardiga Aflaton shifo topalaydi debdi. Padişah Aflaton nada turdi deb so'radi. Padişah odamlari Lokman Hakimga qaysini aytib beribdi. Aflaton Lokman Hakimning shogirdi edi. Bu voqeadan keyin qo'rqib ketib, nagidir qochib ketib yashirinib olgan. Aflatonning nadim bo'lsa deb kelaver deb buyruq beribdi padişah. Aflaton kelib padişahning gelini ko'rib o'z ichida
Bu bahane bilen ustazım yatkan zindanı atqızman. Hayatimkin dep padişahqa. Senin dertleriga faqat mening ustazim Luqman Hakim şifa tapalaydı. Xalas debdi. Padişah bu söz anlab Luqman Hakim yatkan zindanı etishni buyuruptu. Etip qarsa qizi halak bo'lgan Luqman Hakim o'zi o'lar holatga tushib qolgan ekan. Aflatun uni bir necha kun uyda davolabdi va uni saqaytibdi. Keyin podshoh odamlari kelib ularni elib ketishibdi. Luqman Hakim podshohni ko'rib so'rabdi. Farzandlari bormi? Bir o'g'lim bor debdi podshoh. O'g'illarni bo'g'izlab qanini ichsalar yaxshi bo'lib ketadilar. Bo'lmasa hech amalim yo'q. Podshoh o'ylanib qoldi. Birdan bir o'g'lim tursa, uni o'ltiramdiman. Qani o'zim o'lsam, o'lay, o'g'lim tirik qolsin. 3-4 kun o'tibdi. Podshohning ahvoli og'irlashishga boshlabdi. Keyin debdi. Mayli o'g'limni ilib kelib bo'g'izlanglar. Keyin o'g'il ilib kelib Luqman Hakimning aytgani bo'yicha podshohning ko'z oldida put-qo'lni bog'lashibdi. Arig'a parda tortib parda keyniga o'tkazibdi. Endi qo'yni ilib kelinglar debdi. Luqman Hakim vazirlarning qo'lqog'iga astag'ina bir qo'yning puti bog'lab ilib kelib bo'g'izlagan ekan. Qo'y pax deb ovoz chiqaribdi. Shu hamon podshoh voy o'g'lim deb varqiragan ekan. Gelida turib qolgan so'ngak etilib chiqibdi. Pardani ichinglar, men o'g'limni jastin ko'ray debdi. Podshoh pardani ichib qarsa o'g'li sapsaq qo'y bo'g'izlagan ekan. Luqman Hakim uningga vaqani aytib beribdi. Podshoh Luqman Hakimga barakalla aytibdi. Shundoq danishmand odamni zindonga tashlagan odamga la'natlar bo'lsin debdi. Misalchilik o'qidim do'stlar, Allohga amanat. Assalomu alaykum kichik do'stlar, men Asba Muslima. Men sizlarga hozir qarliq tashlash she'rini yutib qo'ymoqchi. Qarliq tashlash. Qarda qarliq tashladik, yomg'irda yog'liq tashladik. Yangi qadning xushliqida sizga qarliq tashladik. Shu ko'ngillar tinchligidan qor o'yinni boshladik. Qo'yni 9, g'azni 30, hammani tang rostladik. Tapqinni gul keltirar, tapmag'inni bir bosh piyoz. Tapqinni qo'y o'ldirar, tapmag'inni chuja xo'roz. Jim dedi, jim bo'ldim. Anam namoz o'qisa, qo'ynimdagi kitobni berdim, ukam yig'lisa. Jim dedi, jim bo'ldim. Anam namoz o'qisa, qo'ynimdagi kitobni berdim, ukam yig'lisa. Chaynakdagi adash choyga solar ushtalgan tishi og'rib orqadan vajon selib yig'larkan. Men tishi oldiq 3 yulduz, a'lochi bo'p o'qig'ach, tushib qapti yulduzi, sijon sakrab o'ynag'ach. G'ayb, men g'azdek uzuman, atroflarni keziman. Doppamni ilib o'rilsam, qara uchning o'zim. Fib, dur itim beşimda billa topar bilival. Hili billah oynaylik birdem aram ilu. Eyiqdeki adaş iki topni oynaydı. Biz qo'g'lashmoq o'ynasak, qo'g'lab harmaydi. Eyiqdeki adaş iki topni oynaydı. Biz qo'g'lashmoq o'ynasak, qo'g'lab harmaydi. Eyiqdeki adaş iki topni oynaydı. Biz qo'g'lashmoq o'ynasak, qo'g'lab harmaydi. Ve vay qildi vay qiyab qo'zqi ochbi buvoq ve minidu velosiped 3 ta chaqloq bet umoqqa. Adır ismim meninki bar illipa kitabim.
Men ögüney oqısını sen küllüp ber kitabim. Bimen olmak bobak men. Yegö künde yatimen. Bir çikni çak kaylıp dungulap mobak kaymen. Paltadaki ipi bilen terbiller top oynaylı. Benim topi bir tane almış tolup koymaylı. Aynetki adaş ağa azrak oxsaydı. Tutkuçudan tutmuşsan sunut kesse yığlaydı. Göldeki bir şığa koyuptu göl şıxını. Göl etilse baharda küreyle biz bir. Adaşla oyunumuz yarım kalmasın. Ezalı konukasını besini unutup kalma. Tidul itim bilal üstümde koş koğlak anam ketse salamam zilim zildilak. Dede didi itim mi? İgip koydu bilimni. Men mektepke hemen içip bolsam çayımni. Hemen başta tacım var. Ceçelerden perkim var. Birdem oynap ki leyli. Bağçığa bek bargım var. Zimen dedim perkim şu. Doppan bardır bişim da. Didek kıska emesmen. Zıra pedek boyum var. Jurnal zi geldi, top oynaylı dep geldi. Zi adaşının doppesi, onun dep tel geldi. Öçkidiki adaş bir şida bar müngüzi. Keşte taklap oğlumay, oğlay diken köndüze. Ni, men nanğa oxşayman. Bir burdamni tetip bak, oxşar senin kuyruqi. Kelgin adaş yedip bak. Ubadiki onun ki kumçak barken bişida. Suğa düşse kumçaktan tan üzerken kışıda. Mən suudi yüzümən, ördək qazək bek ravan. Həriflərini süzümən, ox baqqın sən balam. Senin saat devre oxşaydı bak kuyruğum. Keşte baldur uhlayman. Sen şu adaş ömekem. Cim dedi cim oldum. Anam namaz okuysa koynumdaki topni verdim ukam yığlıysa. Çeynekdeki ti adaş çayga salar uştalkan çişi ağrıp arkadan vacan silip yığlarken. Mən şi aldıq 3 yıldız. Əlaçı bob oqğaş. Çüp qapdı yıldızı. Sican sekerep oynağaç. Gıyb, men gazdek üzümen, etraflarını kizimen. Doppamni ilip örülsem, kara üçünün özü. Fi dur itim beşim da billa topar bilival. Hili billah oynaylık birdem aram il. Yıktaki adaş iki topni oynaydı. Biz koğlaşmak oynasak koğlap harmaydı. Aynetki adaş ağa azrak oxsaydı. Tutkuçudan tutmuşsan sunut kesse yığlaydı. Li lampadiki li diste hemmamini bilidu. Tatır turgan hasabu da isinde turudu. Yıktaki adaş iki topni oynaydı. Biz koğlaşmak oynasak koğlap harmaydı. Ve vay kıldı vay kıyap kuzkığı aç bir buvak ve minidu lispeti. Uçta çaklak bet umakko. Adır ismim mininki bar illipe kitabım. Men ögüney oqısını sen küllüp ber kitabim. Bimen olmak bobak men. Yegö künde yatimen. Bir çikni çak kaylıp dungulap mobak kaymen. Men düşünmüştür sorap bakın bilidu. Yüzü bakın dirseger
qaysi müşük kirlidir? Göldeki gibi şığa koyupdu göl şıxını. Göl etilse baharda kureyli biz bir. Tidul itim bilal üstümde koş konğulak. Anam ketse salamam zilim zildilak. Remen dedin igizmen, hem de batur balimen, roza tutkumdar idi, kaçan mu çoğ bulimen. Remen dedin igizmen, hem de batur balimen, roza tutkumdar idi, kaçan mu çoğ bulimen. Dede didi itimni, İgip koydu bilimni, men mektepke mağımen, içip bolsam çayımni. Hemen başta tacım var, ceçelerden perkim var, birdem oynap kileyli, bağçığa bek bargım var. Zimen dedim perkim şu, doppan bardır bişimda, didek kıska emesmen, zıra pedek boyum var. Jurnal diki zi geldi, top oynaylı dep geldi. Zi adaşның doppesi, onun dep tel geldi. Öçkü diki adaş, bişida bar müngüzi, keşte taklap uxlay diken köndüze. Ni, men nanga oxşayman, bir burdamni tetip bak, oxşar senin quyruqi, kelgin adaş yedip bak. Ni, men nanga oxşayman, bir burdamni tetip bak, oxşar senin quyruqi, kelgin adaş yedip bak. Mən suudi yüzümən, ördək qazək bek ravan, hərflərini süzümən, ox baqqın sən balam. Semen saat devre, oxşaydı bak kuyruğum, keşte baldur uxlayman, sen şu adaş ömekem. Ne, yanak tiki ne adaş, yanak çakay üç taşta, özü yalğız yemeydu, berduca adaşka. İttiki iyi talışıp, qoğlar iyinin topini, erkileydu vermise, oynatıp kuyruğunu. Ne, yanak tiki ne adaş, yanak çakay üç taşta, özü yalğız yemeydu, berduca adaşka. Üzümdeki ülkeldi, baktı üzüm yapkeldi. Başkası bir talpay sul oynayıp geldi. Assalamu alaikum, mən sizlərə iki horunun ölümünü verməkçi. İlgirki zamanda Hasan Devlan ve Savud Qapak degen iki horun bolğan iken. O ikisi nihayeti horun iken. Ularının atısının tapqınını yap özleri zadı işlemeydiken. Ettidin keşkiçe dümbüsünü tamğa yölep aptapqa qaqlanıp olturup başqalarının gaybetini qıldıken. Şunda qılıp yürüp ular ata-analarının közügümü yaman görünüp qaptı. Günlerden bir günü ularını ata-anaları öyden qoğlap çıxırıptı. Ular qorsqağa bir parça nanmot tepip yelmey bir neçe gün aç yürüptü. Bir günü akşamı ular tonur beşide oturup emdi nime qilish kerekligi to'g'risida maslahatlashibdi. İşlasumu yemek, içmek, kiyim, kechak tayyor bir yerlarga ketsak yaxshi bo'ladi de. Qayerda shunday yaxshi yerlar bordu, debdi Hasan Devlek. Kim biladi yer yuzida undaq yerlar bormi, yo'qmi, lekin osmonda bo'lsa kerak, chunki osmonda farishtalar va boshqa xosiyatli maxluqlar yashaydi deyishibdi, debdi Savud Qapak.
Assalomu alaykum kichik do'stlar. Men sizlarga Cho'chura balo degan hikoyani o'qib beraman. Burun Tarim daryosi bo'yida bir bovay bilan bir mo'may yolg'iz yashaydi ekan. Bir kuni mo'may cho'chura tugatib, "Hey, mushu cho'churchilik bo'lsinmi, bir balam bo'lsin-de" deb orzu qildi. Birdamdan keyin cho'churalar ichidan "Apa" degan ovoz anglanibdi. Mo'may qarasa, cho'churalar ichidan cho'churchilik bir bala deb sakrayotgudek. Mo'may intayin xursand bo'lib, cho'chura balani qo'liga oldi-da, buvayni chaqiribdi. Ular bu balaga Cho'chura bala deb ism qo'yibdi. Ular nimra bo'lsa-mu, uchaylan tang ishlab xursand yashaydi ekan. Kunlarning birida ularning birdan bir mulki bo'lgan o'kizni o'g'irlab ketibdi. Bundan bovay bilan mo'mayning ko'ngli bekda yerim bo'pti. Buni ko'rgan Cho'chura bala ularga "Dada, apa, men berib o'kizimizni tepib kelay" debdi. Bovay bilan mo'may Cho'chura balaga nihoyat tezda ma'qul bo'pti. Cho'chura bala yo'lga chiqibdi. Cho'chura bala miyapti bir o'rmonga kelganda bir to'p qarg'a uni ko'rib qolib uningga etilibdi. Cho'chura bala o'zini cho'plar orasiga etibdi. U qarg'adan qutulibdi, biroq bo'riga tutilibdi. Och bo'ri Cho'chura balani bir yolmabda butun yutibdi. Och bo'ri yarim kechida bir qo'tondagi mollarga tegish qilish uchun so'nggichdan asta o'mlab kiribdi. U amdala bir paklonni tishlay deb turishiga Cho'chura bala bo'rining qo'rsqida turib, "Molga bo'ri tushdi" deb varqirashga boshlabdi. 4-5 yigit kelib bo'rining qo'rshiwapti. Bo'ri qo'lga tushibdi. Kishilar Cho'chura balani bo'rining qo'rsqidan chiqaryapti. Cho'chura bala qo'tondagi kallar orasidan o'zining o'kizini tonib qopti. Lekin u chandurmabdi. U nimishqa chandurmaydi? Aslida bu qo'ru o'g'rilarning qo'risi ekan. O'g'rilarning boshlig'i Cho'chura balga "Atakashda bizga maroqchi bo'lib ber" debdi. Cho'chura bala ma'qul bo'pti. U nimishqa ma'qul bo'ldi? Kech kirganda o'g'rilar Cho'chura balani elib bir bagning qo'rsiga yaqinlabdi. Cho'chura bala istiklarining yo'chiqidan kirib istiklarni ichibdi. O'g'rilar bagining oltin kumushlarini xurjunlariga qachilayotganda Cho'chura bala chiqib eshikni teshidan elib qo'yib, "O'g'rini tutinglar" deb toza varqirabdi. O'g'rilar qo'lga tushdi. Beg o'g'rilarni zindonga tashlab, ularning harom mollarini egalariga qaytarib beribdi. Cho'chura balani 10 qo'y 10 kala bir ot bilan mukofotlabdi. Cho'chura bala beg bilan xo'shlashib, otning quloqiga minib mollarini haydab uyga qaytibdi. Bovay bilan mo'may o'g'lining g'alaba va boylik bilan qaytib kelganligini ko'rib ajoyib xursand bo'lib ketibdi. Shundan keyin ular bayashat, xotirjam turmush kechiribdi. Orhaqdagi o'rgaldi, berib bo'xtay o'raydi, herib ketsak xamanda yulduz sanab qo'naydi. He, men qo'lim beshimda salom berib turaman, harbiy dushman o'ynasak posta o'zim turaman. Qiyman Qur'on o'qisang, sen bilan tang yayrayman, charsang da jon adash, sen bilan top o'ynayman. Kiyman og'a o'xshayman, agar ta'tir o'rsang, qo'nimdiki top emas, ilipadir u degan. Assalomu alaykum. Men sizlarga biliq bilan tulkini o'qib bermoqchi. Bir ko'lda nurg'un biliqlar yashaydi ekan. Kunlarning birida tulkining suvi tugab, biliqlar yashashga amalsiz qoldi. Ko'l bo'yiga suv ichgili kelgan bir tulki bir biliqni loyda pirtanglab yotganda ko'rib qoldi-da, uni yeyish uchun ko'lga kiribdi. Bundan qo'rqqan biliq tuxumi kuchab pirtanglashga boshlabdi.
Tulki yaqinlashganda biliq darhol hushini yig'ib tulkiga "Ey tulki aka, meni yemsan" debdi. Tulki mug'abbarlik bilan hijiyib turib, "Ukam, yemisam bo'lmadi, chunki qo'rsqim ichib ko'ldurlab ketdi. Uning ustiga sen suvsiz piltonlab bek qiynabsan. Azobdan burunroq qutulishing uchun seni yeb qornimda arom topsin" dedim. "Seni yemagan bilan suv tugabdi. Sen hamon o'lib ketasan" debdi. "Bo'pti, yesangmi yegin, biroq u loy bitim yesang qo'rsqing og'rib qoladi. Shunga suvda pokiz yuvib yegin" debdi biliq. Tulki bu so'zni o'rinliq his qilibdi-da, biliqni yuvib yeyish uchun bir daryoga akabdi. Biliq badani suvga tegishi bilan qattiq bir piltonlabdi. Qanotlari tulkining ko'ziga tegib o't chiqarib o'tibdi. Bunga chidayolmagan tulki "Voy" deb baqiribdi. Bu chog'da biliq tulkining og'zidan ajrab suvga tushib ketibdi. Achchig'iga payilmagan tulki suvga sakrab tushib, biliqni tutib rosa chaynab yuvatgisi kelibdi. Biroq suv o'zishni bilmagachga achchig'ini ichiga yutib ketib qolibdi. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Men sizlarga Anasning vazifasi degan hikoyani o'qib beraman. Quyosh parqirab chiqqan, havo intayin go'zal va hamma xushal bir kun edi. Payg'ambarimiz Anasga bir vazifa topshirdi. Chunki Anas kichik bir sahoba edi. Sahoba degan payg'ambarimizning do'sti deganlik bo'ladi. Anas nima degan baxtlik edi, ha? Qiynaymag'in amsa, dedi payg'ambarimiz Anasga va uni bir yerga birishi kerakligini aytdi. Ammo Anas hozir faqat o'yin o'ynashni o'ylaydi. Biror yerga birishni hech xohlamaydi. "Mening borg'im yo'q", dedi Anas. Payg'ambarimizning uningga ochiqi kelganmidi? Amsa, yo'q, qat'iy ochiqi kelmadi. Chunki payg'ambarimiz kichik bolalarga faqat ochiqlanmaydi. Anas birdam o'ylangandan keyin payg'ambarimiz buyurgan ishni cho'qim qilishim kerak, dedi va darhol yo'lga chiqdi. Anas ketayotgan yo'l bo'yida o'ynayotgan bolalarni ko'rdi va to'xtab ularning o'yinini ko'rishga boshladi. "Voh, bu o'yin nima payzi? Mana endi Anasmi ularga qo'shib o'yin o'ynashga boshladi. O'ynadi. Birdamdan keyin xushbo'y purab turgan go'zal bir qo'lning Anasni tutganligini his qilib qoldi. Anas keyniga burilib qaragan edi. Kimni ko'rdi bilamsizlar? Bu payg'ambarimiz edi. Abla, Anas vazifasini butunlay unutib qolgan edi. Payg'ambarimiz unga qarab kulimsiradi va "Hey Anas Botur, men degan yerga bordingmi?" dedi. Mana hozirla kelaman, dedi Anas va yugurgunicha yo'lga chiqdi. Anas bu qatam yo'lda hech bir yerda to'xtamadi. Endi men sizlarga yordam berishni yaxshi ko'raman degan hikoyani o'qib beraman. Biror yerim og'riganda boshqalar menga yordam qiladi. Boshqalarning menga ehtiyoji bor. Birorsining qiyinchilikka uchraganini ko'rsa, to'liq bir orom bo'laman. Birorsi og'rib qolsa, uning holidan xabar olaman. Birorsining ko'ngli yerim turganligini ko'rganimda, uni xushal qilish uchun qo'limdan kelgancha tirishib boqaman. Men boshqalarga ko'yinaman. Hamma odamning tuyg'ulari bo'ladi. Boshqalarning meni masxara qilishni faqat yoqtirmayman. Shunga men boshqalarni masxara qilmayman. Boshqalarni ehtirmayman, chunki men bu boshqalarning meni ehtirishini yoqtirmayman. Birorsi o'yinchiqi yoki velosipedini men bilan birga o'ynasa, o'zimni shunchalik xushal his qilaman. Shunga men bu nazarimni boshqalar bilan ham xayrlanaman. Boshqalar haqida faqat yaxshi so'zlarni so'zlayman. Chunki boshqalar mening yaxshi gaplarimni qilsa, shunda xushal bo'laman.
Atrofimdagilarga yordam qilishga tirishaman. Chunki boshqalarga yordam qilsam, o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishga tirishaman. Boshqalarning menga qanday muomala qilishini orzu qilsam, men boshqalarga shunday muomala qilaman. Men boshqalarga ko'ngil bo'lsam, boshqalar menga ko'ngil bo'ladi. Assalomu alaykum sevgili do'stlar, men sizlarga Saraydagi ziyofat degan cho'jani o'qib beray. Nihoyat boy bir podshoh bor ekan. Podshoh boyligini va saltanatni kattaligini kishilarga ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bu maqsadda cho'ng bir saroy bino qilibdi. Saroyning hovlilarini qimmatli g'arb va ziynat eşyaları bilan bezabdi. Dasturxonda esa nozik ne'matlarni tizibdi. Insonlarga o'zini tutish va saroyga kelganda rioya qilish tegishli qoidalar o'rgatish uchun birinchi tayinlagandan keyin insonlarga saroyga taklif qilibdi. Elchi kelgan mehmonlarga yo'l boshlab saroyni aylantiribdi. Podshoh tayyorlagan taomlar va sovg'atlarni taqdim qilibdi. Endi mehmonlarga podshohni tunutishga boshladi. Ey xaloyiq, bu saroyning egasi bo'lgan podshohimiz saroyni va ichidagi narsalarni ko'rsatish orqali o'zini sizlarga tunutmoqchi. Sizlarga birga ziyofat va sovg'a salomlar bilan o'zini asarlarini qanchalik yaxshi ko'rganligini ifodaladi. Sizlar uni yaxshi ko'ringlar va hurmat qilinglar. Adabsizlik qilinglar. U sizlarga atar qilib bergan hadiyalar bilan o'zini intayin martaligi va mehri shafqatli ekanligini ko'rsatdi. Sizlar bunga rahmat aytish uchun izzat hurmat qilinglar. Saroydagi barliq ashyo va bisotlarda uning muhrini ko'rib turasizlar. Bu go'zalliklarning egisini tunishga, uning kuch qudrati va shafqatining cheksizligini tushunishga tirishinglar. Elchi va bu go'zal so'zlari bilan mehmonlarga saroy va podshohni tunishtirishni anlagandan keyin mehmonlar ikki guruhga bo'linib ketdi. Birinchi guruhdagilar elchining gapini olib, uni digini qildi. Saroyga taklif qilinganiga xursand bo'ldi. Ziyofat asnosidagi saroyning qoidasiga rioya qilib yurish turishga, adab qoidalariga va intizomchan bo'ldi. Podshohlar o'zlarini saroyga taklif qilib mehmon qilganlari uchun tashakkurlarini aytishdi. Bu mehmonlarni qilganidan podshoh mamnun bo'lganligi uchun ularni texnik katta va hamshamatlik bo'lgan go'zallik bir saroyga avatib mukofotladi. Ular u yerda mangu baxtli bo'lib yashadi. Ikkinchi guruhdagilar bo'lsa saroydagi yemak-ichmakda boshqa hech qanday narsaga qorimadi. Elchining so'zlariga quloq solmadi. Ziyofat dasturxonini qalaymaqon qilib ichmani qilinmagan ichimliklarni ichib mast bo'ldi. Masjidda Allah tovlab vaqirib chaqirib boshqa mehmonlarga beorom qildi. Berilgan sovg'a salomlar uchun podshohga rahmat aytishni o'rniga uni yaratmadi, ko'ziga ilmadi. Shuni bilib podshoh askarlarga buyruq qilib, ularni turmaga tashladi. Ular turmada azob chekdi. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Mubina. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Munisa. Bugun biz sizlarga xo'rak bilan uyquni haydayapman degan qiziq bir latifani o'qib beramiz. Xo'rak bilan uyquni haydayapman. Efendi, bir top odamlar bilan billa mollamni vazini anglab o'ltirib uyquga ketib, xo'rak tartqili boshlabdi. Efendining qishida o'ltirgan biraylan uni noqub. Efendi, siz xo'rak tartib uxlayli
tuz deniz bu mollamga bo'lgan bir hurmatlik debdi. Men uxlamadim. Xorak bilan uyquni qochirvatman deb javob beribdi efendi. Şiir sağlam tende sap akıl. Sağlam tende sap akıl deydu candadam. Çiniqmen her günü bulup tirişcan. Oynap her xil tenhareket bedenim sağlam kılmay herkes horunluk itimen davam. Assalamu alaikum. Ben Abdurrahman. Ben sizlerge arzuyum degan şiirini okup vermekki. Uç arzuyum uç, asmanlarga uç, kitaplarga kanat, daim zafer kuç. Uç arzuyum uç, çöçeklerge uç, uxlap kalmagın, dua kılır duç. Endi men sizlarga turib yulush degan hikoyani o'qib beraman. Apaq sakallık bir boboy turib terib turibqa. Tezroq o'sgin, hem tattiq hem yo'g'on bosh olgin debdi. Turib boboyning gapi bo'yicha kundan kunga yo'g'inishqa boshlabdi. Rostunda bek bu yo'g'inib ketibdi. Boboy turibni yo'lmoqchi bo'lib shuncha kuchigan bo'lsa-mu, midillat olmabdi. Boboy mo'min tezdan chiqib menga yordamlashgin deb mo'minni yordamga chaqiribdi. He, mana keldim degunicha mo'may un yuqori qo'llarini qayqib etib yordamga kelibdi. Mo'may boboy turibni tutib tortibdi. Har qancha kuchapni midillat olmabdi. Mo'may tezdan chiqib yordamlashgin deb nevra qizni yordamga chaqiribdi. Qizchaq mo'may boboy turibni tutib tortibdi. U uchaylan turibni yanına midillat olmabdi. Qizchaq küçükün, tezroq kelib yordamlashgin deb küçükni yordamga chaqiribdi. Küçük hovsinicha yordamga kelibdi. Küçük qizchaq mo'misini, mo'may boboy turibni tutib tortibdi. Yanına midillat olmabdi. Küçük mushukni yordamga chaqiribdi. Mushuk miyovlig'icha yordamga kelibdi. Mushuk küçük qizchaq mo'misini, mo'may boboy turibni tutib tortibdi. Yanına kuchi yetmabdi. Mushuk choshqanni yordamga chaqiribdi. Choshqan yordamga kelibdi. Choshqan küçük qizchaq mo'misini, mo'may boboy turibni tutib tortibdi. Hemmeyle öz gücünü ayımay birlikte köçepti. Ular küçep ahır turupni yulup çıkarıptı. Ular turupni yuduşup hoşal alda öge qarapmayapti. Assalomu alaykum umaqdoslar. Hozir men sizlarga qish ketisi degan she'rni o'qib beray. Qish ketisi. Tatliq, bek tatliq, qishning ketisi. O'zidan qushning kelmas chiqqisi. Tatliq, bek tatliq, qishning ketisi. Derizda yaltirar ayning sho'lisi. Tatliq, bek tatliq, qishning ketisi. Anglanadi yiroqdan allay naqsi. Tatliq, bek tatliq, qishning ketisi. Kilar qarnin to'ydirmay libas yapqisi. Tatliq, bek tatliq, qishning ketisi. Kitob o'qar bir bola qichib uyqusi. Assalamu alaykum arkadaşlar. Benim ismim Sacide. Bugün ben sizlerge edebiyat birinci basqıçni üçüncü bugünkü işni ertege kaldırmani o'qib beraman. Bir bala derize aldıda ders tayyorlab o'tirsa, derizeden marat turgan kun qachongacha o'qiysan? Bu yoqqacha o'ynaymiz deb hijiyibdi.
Bala kunga qarab, yo'q, bo'lmaydi. O'ynashga vaqtim yo'q. Avval darsimni tayyorlab olay. Ondan o'ynayman, deb o'qishni davom qildiribdi. Deraza oldidagi daraxtning u shoxidan bu shoxiga sakrab pirildab uchib yerga yurgan qushqach bo'ldi deb vichirlab bo'ldi-ku deyman. Chiqmamsan o'ynayli degandek ishorat qildi. Bala qushqachga qarab, kechirgan qushqachim, darsimni tayyorlab bo'lay, ondan o'ynayli debdi. Bala kitobdan bosh ko'tarmay o'qiyveribdi. Derazaga qarabdi. Deraza tuvida qip-qizil bo'lib pishib turgan oluvcha texnichila o'qib bo'lmadingmi? Bu yerga chiq, bir oz dam ol. Oluvchilardan ye debdi. Yo'q, qip-qizil oluvchilarim bo'lmaydi. Darsimni tayyorlab bo'lib, ondan chiqib oluvchaga vaqtimni bo'lmanglar debdi bala. Bala o'tilgan darslarini tayyorlab bo'lgandan keyin kitob daftarlarni qatlab bo'tisiga silib ezib qo'yibdi. Da taloga chiqib, "Qani mening bilan o'ynaydiganlar, kelinglar o'ynaymiz." Uningga qarab debdi. Uningga qarab kun issiq chiroy ichibdi. Qushlar sayrab ketibdi. Qip-qizil oluvchilar o'z shoxlarini egib turibdi. Maqal: "Bilim ishqida ko'rsang, oltin shotida o'rlaysan." Assalomu alaykum kichik do'stlar. Mening ismim Nasiba. Men sizlarga bolalar tepishmoqlari degan kitobdan o'qib beraman. Ko'k ko'ngilga qo'l yetmas. Birinchisi. İkincisi, kök ko'ngilga g'o'za yaydim. Uchinchisi, appak sanduq ichildi, olamga nur chechildi. To'rtinchi, yiroq tog'da o't ko'yar. Beshinchi, suvda yatar, suv ichmas. Yurginini odam bilmas. Oltinchisi, oltin kelganda kumush ketar, kumush kelganda oltin ketar. Yettinchisi, bir parcha pitir olamga titir. Sakkizinchi, kichik ögüzide bir pitir gördüm ertesi karısam yok. 9. Anisi bir balısı min. 10. Ağa ini min batır köpkök gilemde yatır. 11. Kara öyde hin çırak öyni yürütmez. 12. Küçük kine özü pilidar közü. 13. Atısı bir, anısı bir, balısı 100.000. 14. Zer gilem güllük, gilem kötü, desem eğer gilem. Küçük dostlar, bu tepişmaklarını tepip bakanlar.
o'ynaydigan bolalar bormi? A'zolik ko'nikisi 5 ni unutib qolma.